Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Toshkent oqshomi. Bugun 13-mart kuni mana Toshkent shahrida iftorlik qilib o'tiribmiz. 2 kundan buyon shu yerda mehmondamiz. Toshkentga kelsam har doim o'sha bir darbadar davrlarim esimga tushadi. Endi jamiyatga qo'shilib tanilgan davrlarim esimga tushadi. Lekin afsuski o'sha darbadar yurgan davrlarimizda o'sha ko'chalarda mana men bugun ataylab bordim, ancha o'zgarib ketgan. To'g'ri, taraqqiy etib ketgan demoqchiman. Lekin tomoshabinlar qanaqa fikrda bilmadim. 15 yil avvalgi odamlar yo'q Toshkentda bugun. 15 yil avvalgi odamlar yo'q. Odamlarda qandaydir bir agressivlik bor, odamlarda shoshish bor, odamlarda qanaqadir bir mehr kamayib ketganga o'xshaydi. Balki bu narsa butun dunyoda shunaqadir-u, lekin Toshkentni kuzatganim uchun, diqqat bilan Toshkent haqida o'ylaganim uchun shu qarorga keldim-da. Aytmoqchimanki, mana bugun kelib Toshkentda o'zimcha o'yladim-da, bir paytlar mana shu Maksim Gorkida o'tiribman men. Shu Maksim Gorkida Alayskiy bozorida bitta bolochka ishlab chiqaradigan sex bor edi. Shu sexga ishga kirganman. Sex egasi qo'limga katta patnosni berib, tvorogli bolochkalarni terib berardi, ustiga chiroyli marlini yopib berardi. Shunday ko'tarasandirdi. Aylanaverasan, kim sendan bolochka so'rasa, olib beraverasandirdi. Fartuq taqib olganman, qo'limga patnosni ushlab olganman. 50 ta 60 ta shirin kulcha toylar bor. Aylanib mana shu yergacha kelardim. Piyoda kelardim mana shu Alayskiydan-da. Mana shu Maksim Gorkiy atrofida odam ko'p bo'ladi deb. Shu yo'lma-yo'l avvalgi, hozir bilmadim, hozir ham shunaqa deyiladimi, Prezidentskiy trassadirda, Hamid Olimjondan to Maksim Gorkiyni perikroskasigacha. Shu yergacha ko'tarib kelardim-da. Mana shu kechqurun soat 9larda ham 10 ta bolochkam qolgan bo'lsa, shu 10 ta bolochkani sotish haqida o'ylab shu yergacha kelardim.